Assalomu alaykum aziz sahifamiz obunachilari, arab tili ixlosmandlari, ilm shaydolari. Bugun sizlar bilan arab tilini o'rganishlikdagi eng muhim 5 ta tavsiyalarni ushbu darsimizda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Men ismim Nodirbek. Arab tili bo'yicha 5 yillik tajribaga ega bo'lgan boshlang'ich arab tili ustozi hisoblanaman. Shu vaqtgacha faoliyatim mobaynida aziz kuzatuvchilar, 1700 dan oshiq o'quvchilar aynan men bilan birgalikda arab tilidagi harf, mahraj va sifatlarini, bilim darajalarini yanada oshirishni birgalikda ta'lim olishdi. 1000 dan oshiq o'quvchilar aynan offline ravishda, ya'ni yuzma-yuz jonli darslar orqali, 700 dan oshiq o'quvchilarimiz esa dunyoning har chetidan, respublikamizning hamma tuman va shahar, boshqa viloyat, shahar, tumanlar va boshqa davlatlardan turib aynan onlayn masofaviy ravishda o'z bilim tajribalarini oshirishdi. Bugun men sizlarga mana shu 5 yillik tajribam mobaynida ko'plab o'quvchilarda kuzatilgan holatlar, ko'plab so'rovnomalar, bo'lgan suhbatlar, o'quvchilarni qiynayotgan muammolarga beriladigan yechimlarning hammasini jamlab 5 ta eng muhim tavsiyalarimni sizga bermoqchiman. Ushbu videomiz albatta sizga juda ham katta foyda va eng muhimi arab tilini o'rganishingizda juda ham katta yordam va ko'plab o'zgarishlarga sababchi bo'ladi inshaalloh. Aziz o'quvchilar, arab tilini o'rganishlikdagi eng muhim o'quvchilarga birinchi tavsiyam, eng birinchisi bu intizom va davomiylik. Bu haqida biz ko'plab darslarimizda ham aytganmiz. Bunga diqqat qiling. Intizom va davomiylik o'ta bir-biriga bog'liq va shu bilan birga arab tilida yaxshi natijaga, ko'zlagan oliy maqsadingizga erishishlik uchun bu narsani har doim mahkam lozim tutishingiz kerak bo'ladi. Intizom degani nima degani? Masalan, siz darslarni, arab tili darslarini kirishyapsiz, alifbeni o'qiyapsiz yoki grammatika yoki so'zlashuv yoki qoidalarni o'qiyapsiz. Intizom deyilganda, masalan, siz haftasiga aniq bir muddatni belgilab olishingiz kerak. Haftasiga 3 marta 1,5 soat yoki 2 soatdan dars qilasiz va mana shu intizomni hamisha lozim tutishingiz kerak. Ya'ni bu nima degani? Ko'riladigan ko'plab xatolar, o'quvchilar intizomni ushlashmaydi. Ya'ni haftasida 1 marta dars qiladi, keyin 1 oydan keyin dars qiladi. Yoki bir haftada har kuni dars qilib, 2 hafta umuman dars qilishmaydi. Bu narsa o'z-o'zidan ilmda, ta'lim olishingizda natijaga erishishingizning muddati har xil bo'ladi. Ba'zi paytda tez bo'lasiz, ba'zi paytda cho'zilib ketadi. O'zi bor yo'g'i uchovida erishsiz bo'lgan natijaga yillab cho'zilib ketadi bu narsa. Nimani evaziga desa, intizomni ushlash kerak. Agar siz arab tilida boshlang'ich ta'limda haftasiga 3 marta 1,5 va 2 soatdan vaqt ajratib, masalan, dushanba, chorshanba, juma kuni soat 6 dan 8 gacha faqat arab tilini o'rganaman deb intizomli ravishda, tartibli ravishda shu vaqtda dars qiladigan bo'lsangiz, darslaringiz doimiy ravishda yurib tepaga qarab siljib boraveradi. Mana shu narsa intizom bo'ladi. Intizomga qattiq rioya qilish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, ishlaringizni, rejalaringizni, boradigan manzillaringizni dars vaqtlaringizga moslab to'g'rilashingiz kerak. Ya'ni o'sha vaqtda siz aynan shu darsni qilishingiz kerak. Endi davomiylik. Mana eng muhim tavsiyalardan biri mana intizom va davomiylik deyapmiz. Davomiylik deganda nimani tushunamiz? Ya'ni siz 1 oy mana shu intizomda dars qildingiz-ku, nimadir sabab dangasaligingiz, ishingiz, sog'lig'ingiz yoki nimadir sabab tufayli yoki qandaydir bahonalar tufayli darsni to'xtatib qo'ydingiz. O'z-o'zidan arab tilida o'qigan ilmlaringiz sekin asta esdan chiqishni boshlaydi, yodingizdan ko'tariladi. Davomiylik uzilyapti-yu, intizom ketyapti, lekin to'xtab qoldi. O'sha davomiylikni ushlamaganligingiz, doimiy ravishda shu mashg'ulotlarni amalga oshirmaganligingiz evaziga sizda ko'zlagan maqsadingizga erishishlik yillarni, juda ham ko'p vaqtlarni oladi. Shuning uchun eng muhim birinchi tavsiyam, aziz o'quvchilar, ma'lum bir muddatni belgilang, dars qilish soatini, chegarasini belgilang. Ya'ni bir kun 5 soat, bir kun 6 soat, bir kun 1 soat, bir kun yarim soat emas. Kamida 2 soat. Boshlang'ich arab tilida yoki grammatikada kamida 2 soatdan haftasiga 3 marta intizomli ravishda dars qilib, uning davomiyligini doim ushlang. Masalan, tanaffuslar juda katta bo'lib ketmasin.
davomiylik haftasiga 3 marta 2 soatdan 3 oy, 4 oy shug'ullanadigan bo'lsangiz, inshaalloh arab tilida juda ham yaxshi natijalarga erishgan bo'lasiz. Ikkinchi eng muhim tavsiyam aziz o'quvchilar, sifatlari bilan, harflarni maxraj va sifatlari bilan to'liqqonli o'rganishlik. Bu nima uchun bu tavsiyani aytyapman? Faoliyatim mobaynida juda ham ko'p o'quvchilar avval arab tilini o'rganishgan, lekin maxrajlarni to'liq bilmaydilar yoki maxrajlar bilan o'rganmaydi-da o'quvchi. Shunday, masalan, za, zi, zu, az, iz, uz, ab, ib, ub, ad, id, ud deb xuddi o'zbek tilidagi kabi o'qib o'rganib ketishgan bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Siz arab tilini o'rganishga kirishdingizmi? Fonetik qoidalarni o'rganib chiroyli talaffuz qilmoqchimisiz? Albatta aziz o'quvchilar, harflarning sifat va maxrajlari bilan birgalikda fundamental boshlang'ich poydevorni nihoyatda mustahkam qilishingiz kerak. Agar siz arab tilini o'rgandingiz-u, keyin masalan o'qiyotgan jumlalaringiz har doim o'zbekcha kabi o'qiydigan bo'lsangiz, ya'ni sodda qilib aytganda bir ishni ikkita qilgan bo'lasizda. Boshidan boshlab sifati bilan, harflarda chiqadigan o'rinlari bilan, har bir harfning maxrajlari, amaliy mashqlari bilan yaxshilab puxta o'rganadigan bo'lsangiz, harflar zo'r chiqqandan keyin ustiga qoidalarni bino qiladigan bo'lsak, mazza qilib chiroyli bir umr arab tilidagi matnlarni chiroyli, ifodali, mazza qilib o'qiydigan bo'lasiz. Sababi siz boshidan sifatlari bilan o'rgangan bo'lishingiz kerak. Sifatlari deganda qarang, har bir harfning 5 tadan 7 tagacha muhim sifatlari bor. Masalan, jahr va hams, istilo, istifola, roha va bayniya, shidda, qalqala, tafashshi, istitola, infitah, itbah kabi eng muhim sifatlari bor harflarning. Agar siz boshlanishida mana shunday fonetik qoidalarni, harflarni har birini maxraj va undan tashqari muhim sifatlari bilan talaffuzlarni aniq va ravon qilib, boshlang'ich fundamental bilimni mukammal tarzda oladigan bo'lsangiz, ana unda ustiga qoidalarni o'rgansangiz, siz ham chiroyli, go'zal arab tilidagi matnlarni ifodali, chiroyli o'qiy olishlik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun aziz o'quvchilar, siz arab tilini o'rganayotgan bo'lsangiz yoki o'rganishga kirishmoqchi bo'lsangiz hozir, albatta boshlaganingizda mana shu yuqoridagi sifatlari bilan o'rganing. Shunda inshaalloh chiroyli talaffuzga erishishingiz yanada osonlashadi. Ko'zlagan oliy maqsadingizga juda ham tez fursatda chiroyli, aniq va ravon erishgan bo'lasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz arab tilidagi bilim va tajribangizni aynan o'zim bilan birgalikda onlayn yoki offlayn formatda yana ham mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, aynan o'zim tomonlama amalga oshiriladigan onlayn va offlayn formatda arab tilini noldan o'rgatuvchi, har bir harfning maxraj va sifatlari bilan batafsil ham nazariy ham amaliy o'rgatuvchi maxsus oylik to'lovlari bor bo'lgan kurslarimiz bor. Ushbu kurslarimizga yozilishlik uchun har doim izohlarda maxsus havola linkini qoldiraman. Albatta ro'yxatdan o'ting yoki ekranlaringizda ko'rinib turgan quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizning kurslarimizda o'z tajriba va bilimlaringizni oshiring. Barchalaringizni kurslarimda kutib qolaman. Uchinchi tavsiyam, aziz o'quvchilar, arab tilini o'rganayotgan ko'plab o'quvchilarda sanoq qilmaslik holati bor. Nima degani? Masalan, bir o'quvchi o'qiyapti yoki siz o'qigansiz. Ba harfini 10 ta o'qigansiz, lam harfini 20 ta o'qigansiz. Kaf harfini 4 ta o'qiysiz. Masalan, vav harfini 3 ta o'qigansiz. Ya'ni nima demoqchiman? Harfni tanidim-ku mana za, zi, zu deymizda mimga o'tib ketib qolamiz. Min bo'ldi, mimni 4 ta ko'rinishi bor ekan, demak taga o'tib ketamiz. Tadan keyin lamga o'tib tez o'qib ketamiz-u intizomli bir sanoq qilmaymiz. Bu narsa nimaga olib keladi? Boshida yaxshi ketadi. Harflar roni ham taniysiz, zani, mimni tanib, sekin-sekin alifbeni o'rtasiga kelganingizda harflarni bir-biriga chalkashtirish, adashtirib qo'yishlik, bir-biridan ajrata olmaslik holatlari kelib chiqadi. Bu muammo nimani evaziga bo'ladi desa, aziz o'quvchilar, sanoq qilmaslik oqibatida bo'ladi. Sanoq qilish nima degani? Masalan, bugun mim harfini o'rgandingiz
mim harfini matni 2 qator yoki 3 qator, ha? Ana o'sha matnni ma, mi, mu, im, mur, muz, rum, amaro, umiro, amru, imru deb mana shu shaklda kamida 30 marotaba o'qishingiz kerak bo'ladi. Sababi siz juda ham katta tezlikda harfni shunday ko'rishingiz bilan birdan tanib olishingiz uchun uni ko'p marotaba, kamida 30 marta sanoq qilib, ovoz chiqarib o'qiydigan bo'lsangiz, ana o'shanda keyingi bo'ladigan harflar ham, yangi o'tadigan harflar ham sizga oson bo'ladi. Nimagaki o'quvchilar sanoq qilishlikda vaqtdan yutasiz. Sanoq qilganingizda zehningiz yana ham oshadi. Sanoq qilganingizda natijaga erishishingiz osonlashadi. Sanoq qilganligingizda talaffuzlaringiz go'zallashadi. Sanoq qilganligingizda ko'zlagan oliy maqsadingizga qisqa muddatda erishasiz. Shuning uchun 3-chi eng muhim tavsiyam, aziz o'quvchilar, arab tilida matnlarni yodlayapsizmi yoki jumlalarni yodlayapsiz yoki lug'atlar yodlayapsiz yoki arab tili fonetikasini endi boshlagansiz, agar shu vaqtgacha siz intizomli aniq bir raqamda sanoq qilmayotgan bo'lsangiz, siz uchun arab tilidan boshlang'ich sinf ustozi sifatida 30 tadan kam o'qimagan holatda harflarni o'qishni tavsiya qilaman. Ya'ni siz alifbe darslarda har bitta harfni matnini 30 tadan kam bo'lmagan holatda o'qing, inshaalloh zo'r natijaga erishasiz. Endi aziz o'quvchilar, 4-chi eng muhim tavsiyam. Arab tilini o'rganayotganingizda o'zingizdan birdaniga mukammallikni talab qilmang. Bu nima degani? Ya'ni birdan mukammallik kutishing. Arab tilini boshlang'ich fonetik qoidasini yoki grammatikani o'qiyotgan o'quvchi birdan lug'atlarni birdan tez yodlab olishlikni, arab tilida harflarni endi o'rganayotgan o'quvchi nimagadir tez o'qimayapman degan o'zidan qoniqmaslik va birdan mukammallikni kutish holatlari darslarni to'xtatib qo'yish sababchi bo'ladi, ya'ni to'xtatib qo'yishga sababchi bo'ladi. Bu nima degani? Masalan, siz o'qiyapsizmi? Tan olishimiz kerak, bu pachimuchka darsini o'rganyapsiz-da arab tilida. Ya'ni bir-biriga o'qib, alifbeni masalan olma, maktab deb birinchi sinfga borganimizda o'qish kitoblarini, yozuvlarni, to'shqachalarni to'ldirib, keyin harflarni bir-biriga yozib, keyin ulanishlarni yozib o'rganganmiz-ku. Xuddi shunaqa qilib sekin-sekin keyin harflardan keyin qoidalardan keyin matnlarni qo'shib o'qiydigan bo'lamiz-da. Shuning uchun birdan mukammallik kutishlik o'z-o'zidan darslarda motivatsiya tushib ketadi o'quvchida. Nima bo'ladi? Magadir o'xshamayapti, magadir men tez o'qib keta olmayapman, demak men hali tayyor emas ekanman deb turib, o'zingizdan nima deydi? O'zingizga bo'lgan ishonchni tushirib, o'z-o'zidan darslarni to'xtatib qo'yishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun aziz o'quvchilar, siz darslarni boshlayotganingizda birdan to'liqonli mukammallikni o'zingizdan talab qilmang. Ya'ni bor sababiyatlarni qiling, sanoq qiling, harflarni sifatlari bilan o'rganing, intizomli dars qiling, davomiylikni ushlang. Sekin-sekin darslar kam-kamdan yuqoriga qarab ko'tariladi. Ya'ni siz fonetika darsini boshlaganingizda 1-sinf o'quvchisi bo'lamiz. Qoidalarni boshlaganda 2-sinf bo'lamiz, masalan majoziy ma'noda. Qoidalar tugatganimizdan keyin 3-sinf bo'lib, keyin qo'shib o'qishga o'tamiz-da. Ana o'shaning uchun kam-kamdan bo'ladi. Shunda siz inshaalloh yaxshi natijaga erishasiz. Xulosa, ya'ni siz arab tili grammatika, fonetika yoki boshlang'ich alifboni o'qiyotganingizda birdan mukammallik kutib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni tushirib yubormang aziz o'quvchilar. Endi 5-chi eng muhim tavsiyam, aziz o'quvchilar, bu juda ham ko'plab o'quvchilarda uchraydigan holat, arab tilini aziz o'quvchilar mustaqil o'rganmaylik. Mana shu narsani tavsiya qilaman. Boshlang'ich bilimda albatta ustozni lozim tuting. Sababi ko'plab o'quvchilar bilan biz suhbat qilganimizda, o'quvchilar o'zlari mustaqil o'rganishgan, mustaqil o'rganganda ko'plab xatolarga yo'l qo'yamiz. Ya'ni arab tili shunaqa tilki, siz o'zingiz mustaqil o'rganadigan bo'lsangiz, nazarimda to'g'ri talaffuz qilyapman deb o'ylaysiz. Aslida esa ko'plab xatolarga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Va mustaqil o'rganishlikda yuqoridagi tavsiyalarimning ko'pi sizda bo'lmaydi. Ya'ni siz
Arab tili harflarini mustaqil YouTube'dan, har xil masalan mavjud bo'lgan saytlardan, Telegram kanallaridan o'rganadigan bo'lsangiz, har xil mavzularni ko'rasiz. Masalan, telefonda YouTube'ga kirganingizda, masalan bir kun ro harfi chiqsa, bir kun ayin chiqadi. Ketma-ketligi har xil-ku bu. Masalan, bir kun grammatikani ko'rasiz, bir kun qoidalar bo'yicha ko'rasiz. Intizomi buziladi, mavzular ketma-ketligi bo'lmaydi va eng muhimi harflarda, maxraj va sifatlarda ko'plab xatolarga yo'l qo'yasiz. Arab tilidagi matnlar shundayki, agar siz ba'zi harflarning o'rinlarini almashtirsangiz yoki harflarni noto'g'ri talaffuz qiladigan bo'lsangiz, shunday so'zlar borki, uning ma'nosi o'zgarib ketadi. Siz ko'zlayotgan ma'no chiqmaydi. Noto'g'ri talaffuz qilganingiz evaziga yoki maxraji o'zgarsa, harfning sifatlari ham o'zgarib ketadi. Shuning uchun xulosa sifatida aytamanki, aziz o'quvchilar, arab tilini mustaqil o'rganishni tavsiya qilmayman. Ya'ni sizga nimani tavsiya qilaman? Arab tilini albatta o'z sohasini yetuk mutaxassisi, ustoz ko'rgan, o'zi ustoz ko'rgan, arab tilida tajribasi bor, bilim ko'nikmasi bor, o'ziga yarasha metodikasi, uslubi bor bo'lgan arab tili ustozlaridan ta'lim oladigan bo'lsangiz, qisqa muddat ichida aniq va ravon, chiroyli, o'zingiz ko'zlagan maqsadga aniq bir manzilga yetishlik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ustozingiz bo'lsa, siz go'yoki labirintda turgan bo'lasiz-da, labirintda qaysidan keyin nima qilishlik, qaysi yo'lni tutishligini bilmaydigan holatda bo'lasiz. Ustoz sizga mana shu labirintdan tez, samarali natija bilan chiqib ketishingizni ta'minlaydi. Agar siz ustozsiz o'rganadigan bo'lsangiz, 3 oy yoki 4 oyda o'rganishingiz kerak bo'lgan boshlang'ich ta'limni o'rtacha 3 yil yoki 5 yil muddatda cho'ziladi bu muddat. Buni qayerdan aytayapman? Bu statistika o'quvchilar bilan suhbat qilganimda ko'plab o'quvchilar boshlang'ich ta'limni 3 yildan 5 yilgacha muddatda o'rganishgan. Ya'ni juda ham ko'p vaqtni yutqazishgan. Shuning uchun aziz o'quvchilar, ustoz tanlashlikda bilim va tajribasiga qaraymiz. Uslubi, metodikasiga qaraymiz va eng muhimi sizga ustoz aynan qisqa muddat, ya'ni qisqa muddatda aniq natijaga erishtirib berishiga e'tibor qaratamiz. Ustoz tanlaganingizda vaqtdan yutasiz. Mahraji va sifatlaringiz aniq va ravon bo'ladi. O'zingiz ko'zlagan maqsadga qisqa muddatda erishasiz va sizni ustozingiz bo'ladi. Savol qilganingizda, savol berganingizda bemalol javob beradigan, sizga yo'l yo'riq, tavsiyalar va eng muhim motivatsiyalarni beradigan albatta ustozni lozim tutishingizni barchalaringizga tavsiya qilaman aziz o'quvchilar. Mana aziz o'quvchilar, sahifamiz obunachilari, ilm shaydolari, sizlar bilan bugun o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holatda 5 ta muhim tavsiyani sizga ulashdim. Buni bitta xulosalab olamiz. Arab tilidagi birinchi muhim tavsiyamiz nima edi? Intizom va davomiylikni ushlang. Ana o'shanda inshaalloh qisqa muddatda yaxshi natijaga erishasiz. Ikkinchi eng muhim tavsiyamiz, harflarni o'rganayotganingizda albatta harflarni boshlanishida maxraj va sifatlari bilan birga o'rganing. Shunda siz chiroyli, go'zal, chiroyli talaffuz qila olishlik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Uchinchi eng muhim tavsiyam, harflarni, matnlarni o'qiyotganingizda albatta ma'lum bir sanoq tizimida sanoq qilib o'qing. Shunda tez natijaga erishasiz. To'rtinchi eng muhim tavsiyam, arab tilini o'rganayotganingizda birdan to'liq mukammallikni o'zingizga talab qilmang. Agar talab qiladigan bo'lsak nima dedik? O'zimizga bo'lgan ishonchimiz, motivatsiyamiz tushib ketadi. Kam-kamdan ketma-ket o'rganing. Mukammallikka ana o'shanda erishamiz inshaalloh. Va eng muhim 5-tavsiyam, juda ham ko'p o'quvchilarda uchraydigan holatida, ya'ni mustaqil ravishda arab tilini o'rganmang. Ya'ni siz har doim arab tilini o'rganishlikda, boshlang'ich fonetik bilimlarni o'rganishda albatta ustozni lozim tuting. Ana unda inshaalloh qisqa muddatda o'zingiz ko'zlagan oliy maqsadga eng sifatli ta'lim bilan birgalikda erishgan bo'lasiz. Aziz o'quvchilar, mana bugun sizlarga bergan muhim tavsiyalarim foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Agar sizga ushbu videomiz haqiqatan foydali, motivatsiya, energiya bergan bo'lsa, eng muhim tavsiyalarni olgan bo'lsangiz, albatta izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring.
siz kabi arab tiliga ixlos qilgan, arab tilini o'rganaman degan ko'plab o'quvchilarga ushbu videomiz yetib borishligi uchun like bosishni unutmang. Shu kabi eng zo'r videolarni ko'rishlik uchun albatta sahifamizga obuna bo'ling. Hurmatli kuzatuvchilar, agar siz arab tilidagi bilim va tajribangizni aynan o'zim bilan birgalikda onlayn yoki offlayn formatda yana ham mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, aynan o'zim tomonlama amalga oshiriladigan onlayn va offlayn formatda arab tilini noldan o'rgatuvchi, har bir harfning mahraj va sifatlari bilan batafsil ham nazariy ham amaliy o'rgatuvchi maxsus oylik to'lovlari bor bo'lgan kurslarimiz bor. Ushbu kurslarimizga yozilishlik uchun har doim izohlarda maxsus havola linkini qoldiraman. Albatta ro'yxatdan o'ting yoki ekranlaringizda ko'rinib turgan quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Bizni kurslarimizda o'z tajriba va bilimlaringizni oshiring. Barchalaringizni kurslarimda kutib qolaman.